Amigos, aqlli konferensiya qo'yibdi. Alo. Sardorboy. Qo'tiloy. O'zing uxlaganga sog'mi, kellar. Kunering qo'ydi, bitir suti. Siqir. Hozir boraman deb endi uxlavordingmi? Necha soat bo'ldi hozir boraman deganing? 7 o'zing. Necha soat bo'ldi? Onenami tur multfilm. Vrachkam so'kib tashadi uni endi. Voy, Yosinni konferensiya qilaman deb, adi, voy qo'yib qo'ydi jarasi. Qiynaymiz buni ko'tini, buni uxlamaydi. Hayronchi olsa qiladi jallar. Voy, zanib boshqaryaptilar. Voy, duxingiz tupir suka. Qo'rqinch. Hozir so'qqa boraman. Zanib boshqaryaptilar. Begona nomerdan urib yuboringlar, deyapman. Nega shunga? Alo. Kelmay tashladingmi, ne qo'yib qo'yapsan? Kim bu? Otingiz nima, dadasi bo'lsangiz? Men Shavkatman. Tumadan. Toshkentda turaman. O'g'lingizdan so'ramadingizmi soat necha bo'lganini? Soat necha bo'ldi, xo'p, amaki? Ya, soat necha bo'ldi deb so'rayapman, amaki. Yomon qattiq gapirmayman sizga. O'g'lingiz yosh bolami? Yosh bola bor oldida. Ne perizvanitni yuboryapti unda o'g'lingiz? Hozir yubordi perizvanit. O'zi hozir kelmoqchi edi bu. Hali kutyapmiz-da buni kelishini. Endi kelib bizni sikib tashlamoqchi edi. Voy. O'g'lingiz sikib tashlamoqchi edi. Gali bo'ymi tarbiyalayotgan o'g'lingiz shunaqami? Men bilaman, siz adasiligingizni bilaman, ovozingizdan ajratdim. Ismingiz nima? Ismingizni so'rayapman. Abdukim? Abduqahhor aka, yoshingiz ancha katta mendan bilaman. Men sizga bitta narsa aytaman-da. O'g'lingiz zoti nima? O'g'lingiz ismi nima? O'g'lingiz ismi nima? So'rayapman-da. Endi misol kim bilan gaplashayotganingizni bilasizmi? Men sizga отчет bermadimmi ismimni so'raganingizda, to'g'rimi? O'g'lingiz ismini so'rayapman sizdan. Nima gapira olmaysizmi hozir? Отчет ko'tib ketyapsiz. Sardor telefon kelmay, telefon qilib degan narsa yubordi-da, telefon qilyapman. O'zi hozir boraman dedi o'zi. Boya 2 soatmi, 3 soat oldin. Men hali ham poylayapman. Toshkentga kelish kerak. Endi bilmayman, gapimga javob beraman, o erkakman deyapti, sikib tashlayman deyapti. Men qarang, Abduqahhor akamida ismingiz? Sardor degan o'g'lingiz necha yosh?
19 yoshda. Men 26 kirdim-da, Allohga shukr. Siz misol uchun siz mendan ancha ko'p tur suv kiygansiz. Xuddi pakajda xuyna men ham o'g'lingizdan ko'p tur suv kiyganman-da. O'g'lingizni ko'tidan pampersiz ketmagan, garshogidan tura olmaydigan bola karillaga yotibdi telefon qilib, o'g'rini asabini buzib. Hozir meni asabingizni buzayotgandek ko'ryapman, sizga yomon bu. Xuddi shunaqa narsa 1 yildan beri bo'ladi. O'g'lingizni qanaqadir pessagon o'rtoqlari telefon qiladi. Yangi yo'ldan turib olib, menga telefon qilish kerakmi shu o'g'lingizga, ayting. Men sizga hozir qanaqa ko'rinayotgan bo'lsam, jalal, hamma bunaqa telefon qilmaydi, ishoning, oka. Qo'pol gapirolman, uzr so'rayman, oka. Amili bor, amili bunaqa telefon qilmaydi. Ha, telefonimni o'chirib qo'ysam, SMS yozadi, bichliga o'xshab. Nima kerak, nima xohlayapsan desam, biz seni onangdan so'kdik, so'rab olmaysanmi? Biz seni nakalingni o'tkazdik, videoga oldik, deyapti. Bu onangni haqqini qo'sha olmaysanmi? Adangni xotini seni onang, o'sha onangni haqqini qo'sha olmaysanmi? Rostmi, yolg'onmi desam, men bu narsaga qo'shmayman, deyapti. Erkak bo'lsang, qo'shmasang, nima qilasan? Naq palaskatsa qilib deyapman. Hozir men gaplashayotganimcha, qo'lni yozilyapti, videoga olyapman. O'g'lingiz bor shu darajada mana shunaqa narsani keltirib bermasam bor, o'g'lingiz asaznat qilmaydi-da, qattandir fortishkalar yasab oladi jala, Akfani xo'jayini. Va просто sizga hozir notatsiya qilishim yoki jala leksiya o'qishim yaxshi narsa emas, lekin bor gapni aytyapman-da. Abduqahhor aka, o'g'lingizga tarbiya bersangiz bering, bo'lmasam ko'cha-kuyda bu tili bilan, bu 19 yoshi bilan bor, uzoqqa bormaydi, o'zi yaxshi tushunasiz bu narsani. Oka, o'zi Xudo xolisa agar ko'rishamiz, siz o'g'lingizni yetaklab kelsangiz, meni odamlar o'tib ketganlar, zato meni orqamdan chiqadigan odam peripozitsiya gaplashadi-da, tushunasizmi? Zaslovi javob beradigan odam. Agar ko'chada ko'rish Sho'gat. Kenoyi? Kenoyi qiziq ekansiz, o'g'lingiz so'kadi, voy chiqojalar, voy o'qiydi. Mana qarallaring. Eshitvollaringni xonasalar. Bitta gap. Abal orqangdan palaskatda qilgandi de. Mana abal. Konferensiya qilishing kerak edi, qanaqadir Timur Oken yoki Timur Oken deymi? Chalkash adadi bor deymi? Masalan, kim konferensiya qilganda? Masalan, abal konferensiya qilganda, gapirgan gapiga javob berganda. Sen bala bo'lishda qo'ysan meni, bizda bo'lishda qo'ysan. Rahmat deb o'ylayapsanmi yo, jala, men tushunmayman boru. Nima kerak senga yetgan? Senga qo'ttoq kerak. Javob. Chunki mana paqaning bilmaydi, namashking bilmaydi. Yana jala onadan so'kish, o'g'ri qaysi o'rtog'i, ana Sardor onadan so'kish. Bularni oldingan onasidan so'kib tashiganman. Onalaringni ana deganman buni. Onasidan so'kma. Men boya bittasi konferensiyada onadan so'kdi. Men seni onangdan so'kmayman, просто binna qo'ydim bo'ldi. Men nerv stress qilmayman. Bitta narsani bilgindimmi? Ey. Ko'chada ko'rishadigan bo'lsa-chi, smelo ko'risha olmayman. Men ko'chada paxlanalar bilan yurayotganim yo'q, kalash-palashlar. Smelo o'zim yuraman, chunki o'zimga tekst to'g'ri bo'laman. Faqat Allohdan qo'rqaman. Qolgani qo'ttag'in naqdi. Oppa dodasi kelmaydimi, naqdi stopini yoqib qo'yaman. Bilib ollaringni. Telefon qilib, diktafonni jallab yoqib, boshqa telefondan diktafon yoqib, yozib olib, ertaga kelsa internetga qo'yib karalleva bo'lmoqchisanlar. Bo'llaring. Jallab vaqt keladi. Tang naqdi tizzalarga cho'kasizlar-da. Murabbiyni eslaysiz, ko'zolingizdan pom-pom o'tadi. Bo'ladi, ishonlaring. Smeni javob beraman jala. Multfilm jala. Onasini naqvi kerak sanlarga shunaqa jala yeb qo'yib, adeng noz kalpingizdan jala qulamasdan. Adeng men bo'laman jala. Nima qildim men?
Narashkin yig'layapti jallab. Ko'nglim jallab g'ashlanib ketdi bor-ku. Alficha, qadriga yetish kerak ota-ona. Viloyatliklar. Misallarni kamsitish emas. Yangi yo'lda turar ekansan. Men yangi yo'lda turasanmi, Xitoyda turasanmi? Menga qanaqa muomala qilsang, shunaqa muomala qilaman. Yaxshi bo'lsang, yaxshimi, yomon bo'lsang, yomon bo'lib olaveraman. Xohlagan pozitsiyangga kiraman. Xohlagan pozitsiyangda gaplashaman. Xohlagan joyingda gaplashaman. Men telefon qilib onangdan so'kdim, so'rab ol, videoga sen chiqmagan ekansan, men qiziqmayapsan desa. Qanday chiqmagan bo'lsam, qanaqa qiziqaman deb o'ylagan jalla. Logichni o'zingcha kesib, o'zingcha pozitsiya pizdessan. Tak To'g'ri bilib kesib chiqqanu, o'shani originalini men tiqib beraman saytga. Men hammasini tuzib beraman. Birinchi sani razgoring, keyin meni razgorim. Keyin hozir bo'layotgan situatsiyalar, videolar, ota-onang bilan gaplashganim. Любой odam telefon qilsin, hammasini zapisi bor. Любойni, opa-dadasini ham zapisi bor. Qolaganicha qo'yursin. Qo'yganidan keyin men qo'yib beraman unga qanaqa gaplashilgan, o'zi nima bo'lgan. Adnoda yeb qo'ygan deb tashamalaring, ustim yeb qo'ygan, yo bu haq ishontiraman deb o'ylamalaring cho'rt reja. Bitta gapi. Qanday klassik edi yo'qmi? Lo'llaring. 1 yil oldin prit bordimi? 1 yil oldin, o'tgan safar jalla 2 oy oldin biznes. Короче, takda. Одноклассники bor, xor bo'ldi. Я уже не хочу нервничать. Men yaxshi yashagim kelyapti. O'zimni tekis omon yo'limdan yurdim. Masalaga nima kerak? Men xo'shim tushunmayman jalaman. Qani hayotim bilan nima xusallanishim bor? Yoqtirmasang eshitma. Senga birov yoqar ekan eshit o'shani. Mana nima qilsang eshitib, palaskatsa qilib. Men keyin nima bo'lib palaskatsa qiladi? Sizni nomingiz bor. Bular qo'tkaq qolsalar ko'tarilmoqchi. Akansovga yeb qo'yapti bular. Birovlarini suv qiblaga oqadi har doim. Yaxshi narsa ko'chada qolmaydi. Oddiy narsa, yaxshi qiz bo'lsa, qani edi shunaqa chiroyli xotinim bo'lsa deysan-a. Xuddi shunaqa narsa jalab. Yaxshi repan ko'chada qolib ketmaydi, birovlar palaskat chiqmaydi. Eshitadi narsa, zavqlanadi. Tushunadi nimani. Masala jalab. Bir bola deyismaysa to'sadi. To'g'ri, men ham deysetganman, priznat qilaman. Kimga nima deyishimni qo'lina ketiga javobni, mana gap bo'lsa ketiga gap, javob bergan oldidagi gapiga. Zashto so'kkanman, peripozitsiya so'kkanman. Hammasi fakt bilan taxlangan. O'zlarincha mamlakatda sistema uchib olib, meni gapirgan gaplarimni, ochgan klanlarim orqasidan klan ochib olsalarmi, yana nimadirlar, kimga kerak? Bir teng. Qotgan ishlaring bir teng. Men nima yo'nalish qilsam, o'sha yo'nalishga osilib olsalar. Nima o'zlaringdan fantaziya yoki yangi epizod, yangi frazalar chiqmaydimi? Mutmisallar. Estoq bor. Yetadi shu gap. Sizga Qarang. O'zlaringga qaralaring-da. Yerdim ola. Nima ish qilsang qaytib keladi. Aylanib. Xudo bor. Ortiqcha gap bo'lmaydi. Yaxshi yomon gap, biznes, iloj bo'lsa eshitmaylar. Ana bir fanatkalardan shuni so'rayman. Ashula eshitmaylar, uni ozodni eshitmaylar. Boshqa odamlarni eshitmaylar. Lummonni eshitmaylar. Kichik eshitsalar. Hamma ham xato qiladi. Deyay parvardigor. Всё. Xayrlashmadi ko'rishamiz. Jesus ruli.